Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, qadrdonlar, akalar. Bugun xudo xolasa mana 21-may haftaning kuniga payshanba Namangan Norin moshina bozoridan Cobalt so'ragan akalarimizga imkon darajasida taqdim etib boraveramiz. Xo'p, o'tkazmasdan ko'rib, like bosib, podpishka qilib, kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ysalaring. Xo'p, xursand bo'lamiz, chunki aka bugungi holatdagi narx-navolarga o'zlaring baho berasizlar va o'tgan bozor kelmaganlar mana o'sha Cobaltlar qatoriga ham stashkalar ham qilindi akalar. Xo'p, boshiga akam ovozini qarang. Buni ham hozir bunday bitta urib sindirardimi, to'g'risi qo'l kerak akalar. Xo'p, bog'dod ishlari 750 so'mdan zavod narxi bo'lyapti hozirgi kunda. Xo'p, xomg'ishlar 400 so'mdan bo'lib ketgan, faqat kelib olib ketish narxingiz aka bu. Agar dastlabga deydigan bo'lsangiz, vodiy bo'ylab dastlabga qilib beriladi. Kelishilgan holatda sho'rlamasligiga, uyingizga olib borib zakaz qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa sanag'iga javob beramiz. Undan tashqari xudo xolasa akalar, eng kamida 3000 ta zakaz qilaverasiz. Ekrandagi nomerga telefon qilib, omadli xariddan desangiz, albatta akalar, chegirma bonus qilib berishar. Like bosib, qurilish qilayotganlarga jo'natib qo'yasizlar. 2025 dan boshladik. Kraskasi toza, 4 ta yumshoq balon, metan gazi bor. Generalni chiqadimi, chiqmaydimi? Dokumentiga generalni ham chiqadi. Bo'ldi aka, mana avtomobilni motorining holatini ko'ring. Bu tomonda ABS konditsioner va aka metan gazi bor. 2025 4 ta yumshoq balon. Xo'p, va avtomobilda aka mana salonning holati. Yurganiga kelsak 34000 probeg. Tarpetkalarning holati. Ilonim bo'lmagan, eva ko'rib tashab qo'yilibdi. Kalt o'zidami aka? Arqani ochib olasizmi iloji bo'lsa? Va mana ortidan ham ko'rinishi. Gap yo'q. Faqat stashkalar bo'lsa zo'r bo'larkan. 2025 34000 probeg. Kraskasi toza, zapaskalar tushmagan, metan gazi bor, 4 ta yumshoq baloni bor. Generalni chiqadi? Chiqadi. Narxini necha pul so'rayapsiz aka buni? 11800 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? Naqdga. Naqd pulga. Ertalabda bozor naqd berdimi? Jipichi yetmaganiga 15 kunga bo'lsa. Agar mabodo 1000 dollar yetmay qolsa, 2000 dollar yetmay qolsa, 10-15 kunga ajdan qilsa bo'laveradi. Va naqd pulga sotamiz. Barterga ham yo'qmi? Barterga Cobaltlar bo'lsa. Cobaltlarga barter bor. Xo'p, telefon nomer 90 214 15 00 raqamlariga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zi bilan kelishgan aka bizga like bosib qo'ying. Biz davom etaveramiz. Mana aka. Variantga ham beraverasizmi? Yo bermaysizmi? Qarang aka, ukam kelishaveraman deb. Navbatdagi Cobalt 2023 kraskasi qanaqa aka? Kraskalari toza, hurmatli vatandoshlar, 2023-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomat. Avtomobilda pokoleniya aka mana propan gazi, ABS konditsionerlariga bor, LED qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon заводской diskada. Xo'p, va 76000 probeg. Mana aka 2023 76000 probeg, kraskasi toza, monitor qo'yilgan, video registrator bor, ruliga cruise control multi sistema bo'lgan, sidinasida chexol va evakor polik. Orqani bo'ldi, orqa ham qilingan ekan. Ikkita yon oyna sonsiz ashda bo'lganmi bu? Bo'lgan. Bo'ldi. Mana aka, orqalarining holatini ko'rishingiz mumkin. Orqadan ko'rinishi 2023 va aka mana ortidan ko'rinishi. Xo'p. Propan tabletga ekan aka. Mana. Xo'p, metan gaz qo'yilmagan, qozonlar shumka qilingan. Ana endi buni narxi qiziq. Aka, bo'ldi, temay qo'ying. 2 marta bosib olish kerak ekanda. Xo'p, 2023-yil 76000 yurgan 4-paysi avtomat, kraskasi toza, bunday olib qaraganda olib minishga tayyor holatda. Narxi necha pul? 10200 obunachilarimiz. 10200 dollardan kamini qilib berasizmi? Ha, tushib beramiz. Kamini qilib berasiz. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? Kelishamiz. Variantga ham aka mabodo so'ramoqchi bo'lsangiz ham telefon qilib o'zidan gaplashasiz. Kelishish imkoniyati bor ekan. Aka bozor naqd beradi. 5-6 bo'lsa qilishsin, ha. Bo'ldi, 5-6 ming eng kamida puli borga variantga chiqaverarga. Barterga bor. Xo'p, bugun bozor naqd pul berdimi? Bermadi. Aka bu mo'ljal ayta olmaysizmi?
O'nni pastda berasizmi axir? Bir pachka beraman. Ana demak. Bir telefon. Pachkaga berildi. Oxirini. Aka 10200 deyapti, pachka oxiri ukam deyapti. Endi ani o'zingizdan bir telefon qilib gaplashib olaverasiz. Telefon nomer 94 060 87 87 ushbu nomerga telefon qilib omadli xaridni qo'ying. 5-6 ming puli borga ham jo'natib qo'ysangiz, variantda ham imkoniyatlari bor ekan. Xo'p, biz davom etaveramiz. Gap so'z yo'q akalar, davom etamiz. Ana endi hop, navbatdagi aka Cobalt ko'ring. Ukam yo'q, bizga yangisidan kerak desangiz, nomer ham aka hali qadalmagan. Hop, 2026 hurmatli vatandoshlar, MSM Paistadagi ushbu Cobaltimizni ko'rishlaringiz mumkin. Haligi menimcha bular tasallolli, yangi chiqqanlar keyin mana avtomobilni motorlarini holati. Bu tomonda ABS, ekonomayizinli motorlarda. Undan tashqari zavodskiy diska balon. Qani, bay. Aka buni evakuatorda olib keldingizmi bozorga? Ha? 45 kilometr bo'lib evakuatorda olib keldingizmi? Salondan şey yurib. Gap yo'q, yaqin ekanda. Bu uyga ham bormagan sheylar hali. Bay, gap yo'q aka. Bizga ham nasib qilsin, nima dilaring, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, yangi tablo, monitor, cruise control, yangi akalar ana shu oldi stinalar isiydiganidan gap yo'q. Endi aka, mashina yangi ekan. Buni dokumenti qana bo'ladi? Dokumenti nomlarga oformib qilib beramiz. Oladigan odamni priyomni nomiga oformlaydigan. Xo'p, narxini nech pul deyapsiz? Narxini 13 mingdan o'tib beramiz. 13 ming dollardan kamini qilib beriladi. Faqat naqdmi? Yetmagani 15 kun 20 kungacha bor. Bu aşağıdagi 156 millionliga 100 minglik aşağıda. 56 million 100 ming so'mlik zavod narxi, salon narxi, bozorda 13 mingdan kamini qilib beramiz deyishyapti. Nomingizga aka shuni yozilib, nomingizga o'tib ketadi. Oformib qilib olishadi. Nomlarga oformib qilib beramiz ana shunda. Ha, Nomingizni oformib qilib beramiz. bo'ldi. Faqat naqdmi? Yetmagancha bir oygacha bo'ladi, ikkisidan chiqaramiz. Telefon nomeri 97 592 30 raqamlariga murojaat qilasizlar. Bular nechidan? Bu 23 bu. 24 bu. 24, nargisi-chi? Bu 23. Gap yo'q. 24 qanaqa holati? Kraskasi 24 ming yurgan top-toza. 24 ming yurgan, kraskalari toza. Hop, avtomobilda 4-pokoleniya propan, ABS, konditsioner, hamma yo'q bor. Zatto. Dokument qana bo'ladi? Generalniy oformib bo'ladi. Xo'p. Zavodskiy diska balon 2024 24400 probeg. Hop, kraskalarini top-toza istagan hujjati bo'ladi ukam deyapti. Zapaskalari ham o'zida hali, servis daftar, kitobcha, tiniq aka, zavod tiyilib kelib turibdi, salonni. Gap. Va aka mana ortidan ko'rinishi. Ana endi buni narxi qiziq aka, propani bor ekan asosiy. Generalni chiqaverar ekan. 2024 ming yurgan. Narxi 11700 dan o'tib beramiz. 11700 dollardan kamini qilib berasiz. Propan gazlari bilan tayyor. Faqat naqdmi? Yetmagani bilan bir oygacha bor. Naqd va yetmaganini bir oygadir kelsa bo'ladi. Telefon nomeri. Assalomu alaykum. Telefon nomeri aka. 97 592 30 30. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Ushbu nomerlarga telefon qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zlaring aka. Menimcha bilmayman, u boshida ko'rsatganimiz 25 11800 deydi. Bu 24 11800 turibdi-yu. Aka davom etaveramiz. Endi sir bo'lmasa mana 9600 ga necha edi? 20. Akalar 2022 avtomat kraskasi bitta oldi krilo bilan kalinkada bor ekan, 9600 ga baraka bo'libdi. Qancha yurgan edi? 49 ming yurgan ekan. Gap yo'q aka, ertalabda aka mana baraka bo'libdi. Bu necha endi? Bu 14. 14. 136 yurgan. 2014 hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt 136 ming yurgan, ikkinchi paytsa mexanika. Kraskasi Bitta orqa kriloda 100 aka bor. bitta orqa kriloda 100 aka, qolgan joylari toza aka. Gap so'zi avtomobilda aka metan, ABS, konditsioner hamma yo'q bor. Motor hadovoy Zo'r. Motor hadovoylar zo'r. Probeli uzun aka. To'rtta yumshoq balon, sonso'zashning labavoy. Bitta mashshopur tomon orqa kriloda kraska bor, qolgan joylari toza. Va 135 ming 300 yurgan, 136 ming ham bo'lmabdi ham. Mana 16 ming. 16. Karpetkalarning holati, senter zamoy, sidinada chexol aka, arqa kapot. Iya aka, polilarga tashalgan.
Mana aka ortidan ham ko'rinish. 2014 ikkinchi paysi mexaniki. Mana aka o'zoni holati temir metan gazimiz. Xo'p, aka mana shu bitta kilodan boshqa joyda chiqmaydi kraska. Narxini necha pul deyapsiz? 7700 kirishtirib beramiz. $7700 kami bor. 2014 ikkinchi paysi mexanika 135 ming yurgan bitta masharqa kilo kraska bor. Qolgan joyi toza, tayyor holatda. Faqat naqdmi? 3 yilgacha keyin desa keyin, afam desa aformi, 5000 4000 puli bor odamga bir 2 oygacha nessesi bo'lsa kirishtirib beramiz. Xo'p, telefon nomer 94lik 94lik 506 506 75 75. 75 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasizlar. Kraskasi qanaqa o'zi aka buni? Qaranglar akalar, navbatdagi Cobalt mokriy rangda 2016-yilda ishlab chiqarilgan 4-payizda avtomat. Yurgani 208 ming probeg, 2016 avtomat. Kraskasi hop. Boshqa joylarda yo'q. Tekshirtirib olaveradi aka. Gap so'z yo'q. Avtomobil dokument qanaqa bo'ladi buni? Оформлениеga. Aka qarang, bu tomonda ABS konditsionerlariga bor. Mana aka, germetikalari bilan turibdi, motorlari, lekin mashina benzinda 2016 208 ming yurgan, zavodskiy diska perigon balonlar qo'yilibdi va aka 4-payizda avtomatidan. Yili pastroq avtomat so'raganlarga mana shuni ham aka albatta sekin podelsaq qo'shilarni bo'laveradi. Xo'p, sidinalarimiz holatlari yo'lin bo'lmagan, evakor polikka tashalgan, tayyor holatda, lekin o'tkazib olish kerak deyapti. Endi ag'ini o'zlaringizdan yana bir qator gaplashasizlar. Aka, narxini necha pul deymiz buni? 7400 sunnatiga ozma-ozma o'tib beradi. $7400 sunnatiga o'tib beriladi. 208 ming yurgan 2016 4-payizda avtomat. Faqat naqdmi? Yetmay qolgani bo'lsa kelishamiz. Yetmay qolsa kelishamiz, bo'lmasa naqqa. Bartergachi. Barterga bor, devo mashina bo'lsa bo'ldi. Xo'p, telefon nomer 77lik 77lik 272 272 63 raqamlariga murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zida oling. bor. Aha. 8000 qancha qo'yadi? Aka, qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi. Oladigan odam maza qilsin. 8400 qo'ying. $8400 kamini qilib berasiz. Ozgina. 2019 mana shu benzin bak krilo tomon arqa eshigida chizig'ini pastida ana shu yerda petno bor. Bo'ldi, qolgan joyi toza. To'rtta yangi bola avtomat diska, Aha. 4 eshik shumka. Aha, 4 eshik shumka, 4 ta diska, 4 ta yangi balon aka. 2019 metan gazlariga bor. Aka, bu tomonda ABS konditsionerlari bor. Xo'p, va mana aka oldin ham ko'rinishi. Mana. Aha. Qachonga oldini ko'rsatdi. Bo'ldi gap so'z. Hey, odam barakallidi. Biletlarga doğru qo'yilgan. Xo'p, va aka 4 eshigi shumka va mana salonni holati. Aka 163 ming yurgan 2019 mexanika 2-payizda video registrator, sidinasida o'ziga yarasha chexoli, hop, evakor polikka tashalibdi va orqa kapot knopkasi bor ekan. Va aka mana ortidan ko'rinishi. Orqada aka shu 222 mers faralarga doğru qo'yilgan. Mana aka temir metani va mana qozonlarning holati. Zapaskalar diskasi bilan. Narxini $8400 dan kamini qilib beraman deyapti aka. Mabodo qilsalaring murojaat qilaverasizlar aka. 2019 to'rtta eshigi shumka 163 ming yurgan petnosini ko'rdilaring, narxi 8400 kami bor ozgina. Faqat naqd pulmi? Yetmaganda bir oyga nasiya hisoblamayman. Aha. 2 oygacha nasiya savdo qilamiz. Barterchi. Barter faqat yengil mashinalarga. Nexia 3. Matiz, Petiz kerakmas. Nexia 3 Cobalt Gentra bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Gap yo'q. Telefon nomer 93lik Aha. 926 1001. raqamiga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zidan olib bizga aka like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Akalar, ana endi navbatdagi Cobalt ko'ringlar, hurmatli vatandoshlar. 2018 ukam Ravon deyapti. Holatlariga o'zlaringiz baho berasizlar. Aka, kraskasi qanaqa buni? 3 ta petno bor. Bo'ldi. 2018
2 yevro, hurmatli vatandoshlar, mexanika, ya'ni eksport variantlaridan desangiz xudo xolasa bo'laveradi, chunki bunaqa ekonomizerlari bilan chiqqan. Bu tomonda ABS, konditsioner, metan gazlari bor. Motor hadovoy qanaqa aka? Motor hadovoylar zakonli. Dokumenti gen chiqami? Keyin oformitli bu hujjat bo'ladi. Istagan hujjati bo'ladi. To'rttaki yumshoq balon holatlari yaxshi, shumkalariga do'r bo'lgan. Xo'p, va 262 ming probeg. Yevralik uchun ikkita oldi oynasi elektronika, orqasi mexanika. O mexanika bo'lgani bilan tablokotda benzin rasxod ko'rsatadi. Rul, sidina ko'tarilib chuligrovka bo'ladi va ikkita oldi sidinasi qiziydi aka. Monitorlariga do'r bor. Yashang. 2018. 3ta petnosi bor deyilyapti. Hop, holatlariga endi aka o'zlaringiz baho beraverasizlar mana. Metan gazi va aka mana qozoni. Zapaskalar pashta ishlanmagan holatda ekan, ha? Gap yo'q lekin erchitiri. Erchitiri yozuvlari yopishtirilgan. Xo'p, aka, u 3ta petno qayerda endi sir bo'lmasa? Bittasi Aha, orqa shopirda orqa eshigida, xo'p. karniz bilan. Karniz bilan. Benzin bak orqa krilo tomonidan orqa eshigida mana shu o'ng tomon orqa eshigi. Shu joyda kraska Boshqa yo'q. joyda yo'q. Tekshirtirib olaveradi. Tekshirib, probeg, kraska, kuzov, hadovoy, motor hammasiga garantiya beraman. Borsiga shukur. Narxi nechi? Narxi bo'ladigan narxini aytaymi? Ha, yopishtirib ayting faqat. Yopishtirib aytaman. Ha. 7800 naqdga. $7800 naqd pulga 2018 2 yevro aka mexanika. Hop. Naqd pulga bo'ladi. Naqd pulga. Telefon nomeri 99 405 71 00. Ushbu nomerlarga telefon qiling va qolgan ma'lumotni o'zida oling. Mana shunaqa yevrosidan so'raganlarga albatta jo'natib bizga like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Akalar, davom etamiz. Navbatdagi Cobalt ko'ringlar, hurmatli vatandoshlar. Yili pastroq ekan, sal kamroq yurgan avtomat kerak deganlarga navbatdagi Cobaltimiz aka imенно shunaqasidan 2014-yilda ishlab chiqarilgan 125 ming probeg. Kraskasi qanaqa? Toza, Ey, gap yo'q aka, kraskalari ham toza. Eng qizig'i avtomat korobka. Avtomobilda bu tomonda ABS konditsioneri bor, lekin mashina benzinda aka. Benzin gaz o'rnamagan. Gaz o'rnamagan. O, zavodskiy diskada 4 ta yumshoq bo'lgan, holatlari ham yaxshi holatda. Stikerlar ham aka ko'rishingiz mumkin, ko'kidan yopishtirilgan. Xo'p, va mana salonni holati. Konditsionerlar tiniq ishlab turibdi. Konditsionerlari ham aka mushni ishlab turibdi deyapti. 2014 125 ming yurgan 4-payizli avtomat, kraska toza. Javob chexoli bor va aka limonlari tashab qo'yilibdi unaqa rezinka. Va ortidagi ko'rinishi. Yashang aka, ochildi. Endi pastroq avtomat muqorilarga orqa kapotlarda ham monetlarni qilib bekitilgan ekan. Mana aka qozonlari, zapaskasi, diskasi bilan. Ana endi aka buni asosiy joyi. Narx qiziq, 125 ming yuribdi. Endi 12 yilda 125 ming probeg menimcha zo'rda. Temoli benzin toza ekan. Narxini ham chiroyliroq ayting aka, endi necha pul so'rayapti? $7900 barakasiga o'zimiz o'tib beramiz. Oydod $7950 barakasiga o'tib beriladi. Aka bozor narx berdimi? Bozor 7,5 minggacha savdo qilishdi, berganmiz. Bermaysizmi? Yo'q. Ularki naqmidi? Ha, naqdga savdo. Naqdga savdo qilishga berishmaydi. Qo'shilib bo'lsa beramiz. Kelishlarga yo'lda qilib beramiz. Telefon nomer 88lik 88lik 258 258 20 20 raqamlariga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zida oling. 2014 125 ming yurgan, kraskalari toza, mashina benzinda aka. Xo'p, biz davom etamiz. Yo'q ekan, bozorda faqat oq Cobalt bor ekanmi deganlarga mana aka qorasidan ham bor. Xo'p, 2025 kraskasi toza. 2025 kraskalari toza. Aka midnight paysa, ya'ni qora farra, qora diskali. Dokument qana bo'ladi? Aformitga. Mana aka bu tomonda ABS konditsioneri, 4-pakalini, metan gazlari bor. Xo'p, LED qo'yilgan, 4 ta yangi balon, zavodskiy diskada 2025 va 45 ming probeg aka. Qorasidan olaman deganlarga albatta jo'natib qo'yasizlar. Mana aka tarpetkalar ham tiniq turibdi. Dialog zapaskalar. O, evakorlarga do'r tashalgan, zapaskalar aka tushmagan deyapti. Bay. Yashang. Tonirovka keramga hech narsa qilinmaydi. O'shanda Zavod holati. zavod holati turibdi. Mana aka metani. Ayyo.
Xo'p, va mana qozoni zapaskalar Zapaskalar tushmagan. tushmagan, yangi. Xo'p, ana endi aka buni narxini ayting. 45 ming yurgan 2025 11850 barakasi ko'p. 11850 dollardan barakasiga o'tib beriladi. Zavodskiy mednat, farama qo'y mednat qilingan emas. Zavodskiy original mednat. Shunday holatda chiqdi. Faqat naqd pulmi? Faqat naqd. Naqd pulga sotiladi. Telefon nomer 88lik 88lik 258 258 20 20 akalar videoni boshida ko'rgan bo'lsalaring 24 ham 11700 bor ekanlar bor aka, mana 25 tayyor holatda. Qolgan ma'lumotlar o'zida olinglar, bizga like bosib qo'yinglar. oldi kirildi, orqa kirildi. Bo'l, boshqa joylar toza. Dokumentga keyin chiqami chiqmaydimi? Xo'p akalar. 1 yilga mayli aka generalni chiqarar ekan, lekin undan uzoqga chiqmas ekan. Bitta oldi, bitta orqa kriloda kraskasi bor, qolgan joyi toza. 2020 avtomatmi? Mexaniki. Mana aka, avtomobilni motorini holati. Qarang aka, bu tomonda ABS, konditsionerlari bor, metan gazi, motor hadovoy qanaqa? Motor hadovoylari zo'r. Xo'p, avtomobilda shu 1/1 diska, yumshoq balon, holatlari ham yaxshi holatda turibdi va aka 164 ming probeg, ikkinchi paytsa mexaniki. Mana aka torpedkasining sostenasi, sidinasida chexollari bor, yonim, rezinkalar tashalgan. Xo'p. Va aka mana ortidan ham ko'rinishi. 2020 164 ming yurgan, 1 yilga mayli aka generalni chiqargan, undan uzoqga berishmas ekan. Xo'p, bitta oldi, bitta orqa krilo, o'ng tomonda kraska bor, qolgan joylari toza. Narxini necha pul deyapsiz? Narxi 8400. 8400 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd barter bor. Naqd barter bo'ladi. Telefon nomer 94lik 94lik 927 927 77 66. 77 66 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida olasizlar. Aka hozir xo'p, biz davom etaveramiz. Ana endi aka qarang. Xo'p, navbatdagi Cobalt aka chokka o'rangda 2020 bu avtomat ekan aka, mana 4-paysa avtomat, kraskasi toza. Xo'p, yaxshi. Mana aka avtomobilning motorining holatini ko'ring. Bu tomonda ABS, metan gazi va konditsionerlari bor, motor hadovoy. Motor hadovoylari zo'r. Dokument qana bo'ladi? Aformatga. 4 ta 17 diska, yumshoq balon. 2020 4-paysa avtomat, 131 ming probegi, kraskalari toza. Mabodo oqdi, kraskasi ko'pini olib, mexanikasini minganda agar narxi bir xil kelib bo'lsa aka, avtomatni bosib olganingiz yaxshida, to'g'risi. Chexol, rezinkalarga tashalgan, tiniq holatda o'ziga yarasha. Xo'p, va aka mana ortidan ham ko'rinishi. Shikolat rang. Mana aka temir metani. Va aka mana qozonlarning holati. Zapaskalari, diskalari bilan. Va aka mana bu yondan ham ko'rinishi. Mana shu benzin bak krilo mana bitta aka, ozgina rextovgacha joyi bor ekan. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz aka buni? Narxi 8700. Mana aka 8700 dollar kami bor. 2020 4-paysa avtomat kraskasi toza. Faqat naqdmi? Naqd, ha. Naqd pulga aka. Aformat kelgan aka bu. Iloji boricha masu 100% o'tkazib olishga aka. Xo'p, barterga ham yo'qmi? Bor, barterga. Barterga bor. Telefon nomer 94lik 94lik 927 aha 77 66. ushbu nomerga telefon qiling aka. Ikkita 20 Cobaltda mana. Bittasini kraskasi bor, bittasini kraskasi yo'q. Narxi pashti bir xil. Bittasi avtomat, bittasi mexanik. Qaysi birini tanlaysiz kommentariyada ham yozib keting aka, biz davom etaveramiz. Xo'p, yo'q ukam, ular bizga balat ekan desiz, 2018 navbatdagi Cobalt bor. Aka mexanikami bu? Kraskasi-chi? O'ng tomon. Boshqa joyi toza. 2018 bitta o'ng tomon oldi kriloda kraskasi bor, qolgan joylari toza. Mexanika? Mana aka avtomobilning motorining holati. Tomonda ABS, metani bor. Bu birinchi Yevro, 1 yevro. ABS bor, lekin 5 konditsionerli variantda. 4 ta yumshoq balon, holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Va aka salonni ko'ring mana aka. Xo'p, ABS bor ekan xolos. 2018 115 ming yurgan. Xo'p. Ilonim evakor polilar tashalgan mashinaga. Va aka mana ortidan ham ko'rinishi. Yaxshi. Menimcha. Bitta kiloda kraska bor deb, qolgan joylari toza ekan. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz aka? 8000.
$8000 o'tib beriladi. 115 ming yurgan. Bitta o'ng tomon oldi kiloda kraskasi bor. 2018 liboy dokument bo'ladi. Bo'ydaki men. Bu ham faqat naqdga. Ha, naqdga. Naqd. Kelishamiz buni variantga ham. Aha. 1-2 oyga. Xo'p, telefon nomer 94lik 927 77 66. ushbu nomerga telefon qiling va qolgan ma'lumotni o'zida oling. Xo'p, davom etamiz aka. Navbatdagi Cobalt 2021 ikkinchi pozitsiya mexanika. Puli. Dokument qana bo'ladi aka? Оформлениyaga. Avtomobilda aka qarang, bu tomonda ABS konditsioner, metan gazlari bor. 2021 motor ходовой zo'r. Avtomobil rasxoti yo'q. To'rtta yumshoq balon, qora gerbli labovoylarga to'g'ri qo'yilgan. Va yurganiga kelsak, yurgani qancha buni? Yurgani 163 ming probeg 2021 ikkinchi pozitsiya mexanika, mana aka metan gazi. Zapaskasi yo'q ekan-a? Zapaska bor, qo'shib beriladi. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Dokumentni оформление qilamizmi? Narxini necha pul so'rayapsiz? 7500 ozroq kam bor. Faqat naqd pulmi? Naqd pulga. Telefon nomeri 99lik 655 58 55 raqamlariga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zida oling. To'rtta yumshoq balonlari bor, donisi dokumentlarga оформлениyaga ekan 2021.